Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Hamma o'qidingizlar uchun juda ajoyib joylardan va lokatsiyalar dum ajoyib joylardan hovli joylar reklamlashda davom etyapmiz. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi sotuvga chiqqan xonadonimizning orqamizda turgan 220 metr kvadratda joylashgan hovli joy remont etilgan yurtdoshlar. Lokatsiyasini aytadigan bo'lsak, Doritalni yoni. İban tarafiga chiqsak, bir ko'chani ko'rsatib o'taylik. O'ng tarafimizdan chiqsak, Dorital. İşi çapa burulasizlar, 50 metreden keyin Doritalni bozoruna girasizlar. Bonni bir ko'rsatib o'taylik. Bana bir buralar. Doğruga aytsak, reabilitatsiya markazi, reabilitatsiya klinikasına borasizlar yurtdoshlar. İban tarafiga yana dars o'tsangizlar, 200 metreden keyin urdu joylashgan yurtdoshlar. Lokatsiyasi dum ajoyibda joylashgan hovli joyimiz yurtdoshlar. Hamma o'qidan reklamamizni obzor etmasdan burun aytib o'tamiz, reklamamizni aytmasdan burun reklamamiz mud. Telefon qilinglar, uy sotmoqchi bo'lsangizlar bemalol, ya bo'lmasa uy olmoqchi bo'lsangizlar telefon qilaveringlar. Bemalol uy olishga ya uyni sotishga yordam beramiz yurtdoshlar. Hozir esa ketdik, joyning obzorini bir qator ko'rsatamiz. Yana eni 8 metr. 8-8,5 metr chiqadi ekan. Qizil chiziqda ko'rasizlar, kadastran bo'lingan, tayyordiribdi, to'g'ri notariusga borib Adlansa o'tirib olasizlar. Hozir esa joyning obzorini bir qator boshlaymiz. Ketdik.